Dostlar selam, keyifler şap mı? Elbette şap, çünkü biz bugün yana harf öğrenecekbiz. Uğa qarasam da yo'q, so'lga qarasam da yo'q. Dip ishlab turib, birgina harf da ko'rinmaydi. Shavlalarda, urma kushlarda hatta. Otlar da ko'rarmi, ateşler de kışkırmı. Vay. Tanış tartma. Nerseler var ekan anda? Neydi tovushlar edi o? Bilmeyim. Neydi taqtanlaymiz? Şap. Sirktagi klon tug'iladi misin ol? Bilmeyim. Hadi tamam ko'ramiz. Neydi? Mototsikl ishiydi tug'ilmisin bu? Bilmeyim. Nendek harf? Sen bu anglay olmayım, butalib bitdim. Ey, sen bu tağış men nasa ishlaymaydi. Hadi tamam ko'rib kedik. Bunisi politsioner edi. Ati, men bildim. Narsa bilding? Yana harf. Nendek harf ekanini anglading buni? Ege, tegi so'zlarni yangadan aytali. Ha, tegi so'zlar. Sirk, mototsikl, politsioner. Ati, bunda biz qoti S harfi bor. Shu men sezmaganman-da. Siz meni ko'rarga hazırmı do'stlar? Eye! Siz shunlab da hazırmı? Eye! Shunlab! Mina o men. Selam, sen kim bo'lasan? Men T harfi alifbadan keldim. Mana chinni ekan. S harfi biz yana aytirga deb so'zlarni hazırladik. Shunlab, shap, aydali ayda aytib qarag'iz. Sirk, Mototsikl. полицейский. Hali tam stansiya degani de var. Qozonda yangi metro stansiyasi ochiladi tezda. Yagizali yagiz birgalab qabatlag'iz. Stansiya. Ati, tam sirk so'zi bor. Durust. Aksiya, avatsiya. Hey, harf do'st. Aksiya, ya'ni skidka degan so'zning tatarchasi ul tashlama bo'lar. Mana shundan da boshqa so'zlarning tarjimasi yo'q, ular olinma so'zlar. Mina bunisini bilmagan edim. Boshqalar bilam ekan, so'rashib keling mali. S harfinde öğrendik demek bizge Like'lar. Quyası qana qoldi. Ham bizning kanalga yoziling'iz. Bizdan sirk bor. Mendan sirk chiqmaydi. 2 minutda anaqlarni bag'ib o'tira olmayman. Kulma. Shundan ko'zim ishini. Endi o'zgash bizdan qarab, deyda men sirk ko'rsatadi.